Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar va YouTube'imiz ishqibozlari, biznes boshlayman degan, uy quraman degan aka-ukalarimizga va opa-singillarimizga. Xudo xolasa Gazablok o'ta baquvvat ishlarimiz chiqishni boshladi. Birinchi o'rinda manzilni tushuntirib o'tadigan bo'lsak, Toshkent viloyati Sergeli tumani, xudo xolasa Surum qishloq atrofida. Manzil to'shni tushuntiradigan bo'lsak, bu yog'i TMZ temir metallurgiya zavodi, Covid pensiya atrofida 5 kilometr farq qiladi olamiz. Shunaqangi sifatli markalar o'ta kuchli Gazabloklar chiqishni boshladi mana. Ko'rishlar mumkin. Kecha chiqqan g'ishtlarimiz mana shunaqa xudo xolasa. O'ta tangillab yotibdi. Uy quraman deysizlarmi, stanok o'rnataman deysizlarmi? Kimga shunaqangi xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol murojaat qilib, xudo xolasa ishlarimizda chiqishlari go'zal shaklda arvadan ko'rsatishingiz mumkin. Qaramlari ham mana o'ta chiroyli holatda bo'ladi. Diagonallari 90 gradusga bemalol aytadi. Qishda urganingizda ham bir tomoni ko'tarilib, bir tomoni tushib qoladigan holatlar bo'lmaydi umuman. Chunki mana bunaqangi avtomatli reskalarda kechamiz. Xohlasa, resimizda holati mana. Resimiz chiqqanda ham burchaklari, diagonallari konkretniy o'zini holatida bo'ladi. Cho'kib ketgan, yorilib ketgan g'ishtlar bo'lmaydi. Sementlarimiz 120 kilodan qo'shiladi. 100 kilo, 110 kilodan emas, 120 kilodan 600 marka sementdan qo'shamiz. Endi bu yoqdan tayyor bo'lib chiqayotgan g'ishtlarimiz issiqligi ancha siqibdi. Bu yoqdan mana o'rab qo'ygan g'ishtlar. Bunisiga e'tibor beringizlar. Bu chekasidan chiqqan отход bo'ladi mana, xudo xolasa. G'ishtimizni ichidan aralangan holatda. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Hammasida bor bu narsa mana. Bitta onda emas. Diagonal olish mana chekasidan chiqqan отходlar. Mana ko'rishingiz mumkin. Eng muhimi diagonali burchaklari 90 gradusga aytadi xudo xolasa. Suqoy quritilmaydi. Shaxmat qilib o'zini spalinasi bilan tushirka hisobida quritiladi. Hozir kesish jarayonlarini ko'rsatamiz sizlarga xudo xolasa. Mana akalar, kesish jarayonini bo'lyapti. Ishimizni tayyor bo'lgan ishlarimiz. Avtomatik reskamizni. Sifatlari ham, kvadratlari ham, burchaklari ham konkretni chiqadi o'shaning hisobiga. Mana kesish jarayonlari. Diagonal o'shanda zakonniy bilinadi hammasidan. Tros qayerdan kirgan bo'lsa, qaysi tomondan chiqishini ko'rsatib, diagonallarni aralayotgan jarayonni ham ko'rsatib bo'ladi. Bu narsalarda metrlarni qo'yish shart. Qanaqa chiqishlarni ko'rsatib. Ko'rib turganingizdek, yonidan chiziq emas, bir boshqa emas, 10dan chiqdi hammasi. Mana ko'rib turganingizdek, bittasi katta, bittasi kichkina emas. O'shani hisobiga diagonallarni olsa konkretni chiqadi. Yana ham sementimizni aniq markasini aytdik, 500 marka deb aytib o'tdik oldindan. Endi yana ham haligi odamlarga aniqlik maqsadida, xudo xolasa, tushirilgan sementlarimizni bemalol ko'rsatishingiz mumkin. Ko'rsatishingiz mumkin. Power Huaxin sementi 500 marka. Xudo xolasa mana hammasi mashinadan sementimiz. Jizzax Huaxin 500 markadan qo'yilyapti. Endi nishankalarimiz qo'yilish jarayoni. Bu yoqdan qolqimiz keladi. Bu yoqdan. Bundan bu liniya aravaga o'tib, bu liniyaga o'tadi. Bu liniyadan kuyilib avtomat reskamiz tayyor ketadi. Ya'niki o'z kesadigan arramiz tayyor ketadi. Xudo xolasa hozir 5 ta qolipga kuyib qo'yishgan. Chiqqan o'zi kesish jarayonlariga yetib qoldi. Gazabloklarni o'zini holatini ko'rmasdan ko'rsatishingiz mumkin. Bu birinchi holatimiz. İkinci kalıbımız bunu.
Xudo xolasa birortasida nuqson yo'q. Ko'rsanglar mumkin. Ishlarimiz videoni oldin ko'rsatib o'tganimizdek, mana anker xotirdik, samres xotirdik, Xudo xolasa sifatiga, burchaklariga, diagonallariga Xudo xolasa qo'limizdan kelgancha ishlovlarni berib qo'yganmiz. Konkretni chiqadi. Uy qursangiz ham Xudo xolasa unaqa kattaroq tutgan tushirmaydi. Mana bu ko'p loy bosib qo'yish kerak ekan. Ish pas bo'lib qoldi degan narsa bo'lmaydi. Xudo xolasa betoningiz tekis bo'lsa, hamma tekis qurolgan bo'ladi.